Assalomu alaykum. Baraka top. Bugun yana qo'yiladigan kuning. Juda ko'p, xudo xolisa. Eng yaxshi nimada duolarni boshlasan, Xudo xolisa. duo yaxshi insonlarga yo'liqtiradi. Inshaalloh. Ularning duosini olasan, inshaalloh ishing yana ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolisa. Hojixonamdan qalay shifo topdi? Men mana shu nimani ismalarni ichib Aynan. yaxshi davo topdim. Hali meni ichganimga 1 oy bo'lgan yo'q. Ancha menda o'zgarishlar bo'ldi. Men yana shu Umidjonning oldiga keldim. Shuni rahmatini aytay, yana bir nimasi bo'lsa olayin deb keldim. O'zim bilan birga mana nimalarni ham olib keldim. Hozir onajonim mana singillari hali oyoq og'rig'idan hali uydan ko'chaga chiqmagan singlariga ham hammalariga olib berib, hozir bu kishim birinchi sababchi. Qozog'iston o'sha Tojikistonlardan odamlarni ko'rib qolsa yo'lda shotga boringlar deb aytadilar. Mana alhamdulillah Allohga sababchi qilganiga shukr. Mana shu 1000 yillik simala daraxtlarini 50 yillik simalalari bu inson tanasidagi suyalarni mustahkamlaydi, grijalarni so'rdirib yuboradi. Kerak bo'lsa, o'sha har xil og'ir kasalliklarda, mana shu varikozlarda, qon aylanish buzilganlarda, hazm buzilganlarda juda katta qo'l keladi bu narsamiz. Buni 1 oyligi mana shu ko'knor yog'i bilan ichiladi. Mana shu ko'knor yog'i bilan 1 oydan 3 oygacha, 6 oygacha davolanganda insonda juda katta o'zgarishlar bo'ladi inshaalloh. Mana shu onajonim tag'in ham men kam dozada yozib berdim. Hali ro'zani o'rtalarida olgan uchun kam ichgan ekanlar. Endi hozir katta dozada yozib berdim. Mana xudo xolasa mana tuzalib kelganlar uchun xursand bo'lganimizdan bitta bonus ham qilib beryapman onajonimga. Hali xudo hozir chopqillab peshkon borib hali Ka'batullohlarni aylanib kelish nasib qilsin onajonim. Alloh sababchi qilganiga shukr. Odamlar bosman ishonmayman dedi-da. Mana shu onajonlar hech qachon o'g'on gapirmaydi. Kelib olib ichishni tavsiya qilamiz. Inshaalloh. Hammaga shuni tavsiya qilaman, ilohim. Xudo xolasa. Xudo xolasa bizlar inshaalloh shularga sog' bo'lib ketaylik. Ilohim onajonim hali dardsiz yashang. Aytganlaring. Og'ir holatga olib kelguncha ham yengilligida oldini olsangiz, o'zingizni qiynab tig'da tagiga yotmaysiz. Sog'likni borida qadrlang. Mana shu onajonim ham mana tavakkal bilan kelib oluvdilar. Alloh o'zini izni bilan, rahmdilligi bilan Ar-Rahmon mana shu shifosini berib qo'yibdi. Mana butun oila a'zolari bilan kelibdi. Bekoboddan keldik biz. Begoboddan kelishdi. Alloh sababchi qilsin, xudo xolasa hammamizni yaxshilikka buyursin. Cho'ylarimizdan berib qonlarni suyib turib maza qilib ichsa sani duo qilamiz. Mana shu pochkaga, yurakka, davleniyaga, holsizliklarga mana misr choylaridan sizlar uchun beraman. Mazza qilib opa-singillar damlab ichib, faqat yaxshilikni suhbatlashib o'tirish nasib qilsin ilohim. Sog' bo'linglar onajon. Rahmat. Nima kerak?